$129.900 mana orqamdagi uglovoy uchastka sotiladi desam ishonasizmi? Uglovoyda 5 tuqni o'zini ichiga olib, 2 etajli qilib, haybatli qilib qurib qo'yilgan. Ish qilib aytganda uchastkamizning 70% ishlari bo'lgan. Bitta uzorlarni berib yashasangiz bo'ladi. Obzorni oxirigacha ko'ring. Lokatsiyamiz To'qimachi bozordan примерно yo'l yoqasidan 100 metr ichkarida joylashgan. Mana bu uchastkamizning darvozasidan kirib kelishda darvozaxonamiz bo'ladi. Bemalol mana shu joygacha 3 ta yoki 2 ta mashinangiz sig'adi. Bu yoqda bizning hovli qismimiz ham juda shinamki, mana bu yoqdan podvalga tushadigan xod, ichkaridan ham podvalga tushadigan xodlar qilsangiz bo'ladi. Mana shu zdaniyamizni tagi to'liq podval qilingan. Undan tashqari mana bu yoqda darvozaxonamizning keyingi qismlari bor. Bu yoqqa tapchan, letniy kuxna uchun joylarni o'zingiz uchun bemalol yaratib olsangiz bo'ladi. Kichkinagina zeleniy zona bir paretkaga solib, u yoq bu yoqni taxlab bemalol kirib yashasa bo'ladigan joydan mana bu yoqda ulichniy sanuzel bo'lyapti. Bu yoqdan podvalga tushadigan xod, aytib o'tdim, kadrni ham qo'yib beramiz. Podvalning kattaligini mana bu yoqqa bitta tapchanchada joy, dam oladigan zona, yana o'zingizga qarab qanaqa qulayliklar bo'lsa qilib olsangiz bo'ladi. Mana bu yoqqa uchastkamizga kiradigan xod. Aytib o'tganimdek, uchastkamiz 500 tuqdan iborat. Kirdikki juda ham katta, огромный bo'lgan hol qismimiz. Уже shpaklovkadan chiqarib обойga tayyor, elektromontaj, santexnika ishlar bo'lgan. Birinchi va ikkinchi etajimiz to'liq hamma joy to'pli pol qo'yilgan. Bonusiga batareyalar ham bor. Derazalarimiz Akfaplastdan eng yaxshilardan o'rnatilgan. Mana bu yoqdan darvozaxonadan kiradigan xod qilsangiz ham bo'ladi. Bu yoqda esa bizning oshxonamiz bo'lyapti. Qani keling ko'rsatamiz. Oshxonamizning shinamligini ko'ring. Mana bu yoqda duv konturli kotyolni eng yaxshisi qo'yilgan. Bemalol kuxna naborni qilib, o'tirib choy ichadigan zonalarni yaratsangiz bo'ladi. Kottejimiz, uchastkamiz uglovoy, patologlar gipsokartondan ishlovlar berilgan. Bitta uzor berib, u yoq bu yoqni taxlasa bo'ladi. Uchastkamizning 70% ish bo'lgan. Mana bu yoqda patologimizga e'tibor berasiz. Bu tipa patologlarni ham shikarli qilib taxlab qo'yganlar. Bitta katta lustrani osib, maza qilib yashaydigan joydan akalar. Hovlimizni ko'rdingizlar, hovlimizda ham bitta zalday bo'ladi. Undan tashqari mana bu yoqda yana bitta zal qismimiz bor. Super no'ish qimmatbaho ob'oylarini qilib qo'yganlar, patologga gipsokartondan ishlovlar berilgan. Zalimizda 1, 2, 3, 4, 5 ta treza tushgan, qarang. Yorug'ligini juda yaxshi qilingan. Bir ikkita mana shunday ishlar bor, qilib qo'ysangiz bo'ladi. Mana bu yoqda esa общий sanuzelimiz birinchi etajdagi juda katta hammom, unitaz razdelni qilib qo'yilgan. Undan tashqari mana bu yoqda родительский spalnimiz bo'lyapti, o'zini sanuzel xonalari bilan. U tomonda garderob, mana bu tomonda sanuzel xonasi ham bor. Bu yoqda родительский spalnimiz. Bu yoqdan bir ikkita uzorlar berib taxlab qo'ysangiz juda yaxshi bo'ladi. Elektromontaj eng yaxshisidan, qimmatlardan qilingan. Endi ikkinchi etajdan davom qilamiz. Bu ikkinchi etajimizga chiqishimiz bilan bu yoqda ham shinamgina kengina hol, mana bu yoqda общий sanuzelimiz bo'lyapti. Xuddi pastdagidek mana bu yoqda bitta garderobli zona va o'zini alohida sanuzel bilan ikkinchi etajdagi родительский spalnimiz bo'lyapti. Bu yoqda batareyalar ham o'rnatilgan, qo'shimchasiga to'pli pol ham bo'lgan. Bu yoqda esa ikkinchi etajdagi yana bitta огромный spalniy qilishingiz mumkin. Xohlang bu uyimizni ikkinchi zalda sifatida foydalanishingiz mumkin. Kimga qanaqa qulay, o'zingizning tabingizga qarab taxlab bo'lish imkoniyatiga egasiz. Bu yoqda ham to'pli polni regrovkalari o'tgan, ikkinchi etajimizniki plusiga batareyalar ham qo'yilgan. Mana bu yoqda ham yana bitta spalniy xonamiz bor. Bu yoqni ham как детский o'ziga qanaqa qulay ishlatib olsangiz bo'ladi, bemalol. Undan tashqari mana bu yoqda ham yana bitta детский xonamiz bo'lyapti. Bu yoq ham shinamgina, kengina. Qisqacha qilib aytganda, uchastkamiz 500 tuqni o'zini ichiga oladi. Lokatsiyamiz Kanichka, yangi To'qimachi bozorining ro'barasida, yo'l yoqasidan примерно 100-150 metr ichkarida joylashgan. Mana shunaqa hashamatli qilib taxlangan. Narxi $129.900 ga baholadik. 70-80% ish qolgan. Yana bir ikkita 20 ming, 30 ming rasxodon qilib qo'ysangiz, maza qilib kelib yashaydigan bo'ladi. Kimga qiziq bo'lsa, pastdan nomer qoldiraman, aloqaga chiqing.